Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirish xohlaysizlarmi? Unda videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi qahramonimiz Akmal aka Uzinfocom kompaniyasida loyiha menejeri bo'lib ishlab kelyaptilar. Ko'plab katta loyihalarga hissalarini qo'shib kelyaptilar. Akmal akadan Uzinfocom kompaniyasini boshqa IT kompaniyalaridan farqlari nimada deb so'raganimizda, Uzinfocom kompaniyasida siz haqiqiy IT atmosferasini his qilishingiz mumkin. Katta bino, qulay ish joyi, ishdan charchaganda dam olish uchun chill zone, massaj kreslo, PlayStation, stol tennis, sport bilan shug'ullanish uchun trenajyorlar, obed qilish uchun kafe va shunga o'xshash ko'plab sharoitlar yaratib qo'yilgan dedilar. Qahramonimizdan ITga qiziqishingiz nimadan boshlangan deb so'raganimizda, IT sohasiga kirib kelishim 14 yoshimdan boshlangan. Kompyuterim buzilib qolgani sababli Windows'ni qayta o'rnatish uchun og'ir keysni 3 kilometr ko'tarib yurganman. Shunda tuzatishni o'zim o'rganishim kerakligini tushunib yetganman. ITga qiziqib qolishlari ham o'sha payt boshlangan ekan. Shundan keyin ITni o'rganib, bu sohada har xil joylarda ishlab, yaqin vaqtdan beri Uzinfocomda ishlab kelyaptilar. Akmal akadan Uzinfocom kompaniyasiga qanaqa qilib ishga kirsak bo'ladi deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgani haqida aytdilar. O'sha kursda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlashingiz mumkin. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham kurslarimizda o'qib shunaqa katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.